Bu avtomobil kuch, soddalik va ishonchlilik timsoli bo'lib, har qanday og'ir sharoitda ishlash uchun yaratilgan haqiqiy ishchi transport vositasidir. Uning tashqi ko'rinishi bir qarashdayoq qat'iyat va mustahkamlikni his qildiradi. Ayniqsa Olive Green, ya'ni harbiy yashil rang esa unga alohida xarakter bag'ishlaydi. Bu rang tabiat bilan uyg'unlashadi. Tog'li hududlar, qishloq yo'llari, o'rmonlar va qurilish maydonlarida avtomobilni yanada jiddiy va professional ko'rsatadi. Tort tizimi tufayli u loy, qum, qor va notekis yo'llarda ham ishonch bilan harakatlana oladi. Kichik o'lchamlarga qaramay, bu yuk mashinasi katta vazifalarni bajarishga qodir. Aynan shuning uchun u fermerlar, quruvchilar va uzoq hududlarda ishlovchi insonlar orasida juda mashhur. Uning baland klirensi va yo'ldan tashqariga moslashtirilgan shinalari har qanday to'siqni yengib o'tishga yordam beradi. Shu bilan birga yuk platformasi mustahkam metall konstruksiyadan tayyorlangan bo'lib, og'ir yuklarni bemalol ko'tara oladi. Kabina dizayni oddiy, ammo funksional, haydovchi uchun barcha zarur elementlar qulay joylashtirilgan. Uzoq vaqt haydashda ham charchoqni kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu avtomobil hashamat uchun emas, balki real ish uchun yaratilgan. Shuning uchun uning har bir detali amaliy maqsadga xizmat qiladi. Olive Green rangdagi kuzov chang va kirni kamroq ko'rsatadi. Bu esa qishloq va dala sharoitida juda katta afzallik hisoblanadi. Shu bilan birga, bu rang avtomobilga o'ziga xos jiddiylik va kuchli vizual obraz beradi. Xuddi harbiy texnika kabi ishonch uyg'otadi. Dvigatelining tejamkorligi esa uni kundalik foydalanish uchun ham qulay qiladi. Kam yoqilgi sarfi bilan uzoq masofalarni bosib o'tish mumkin. Bu esa uni iqtisodiy jihatdan ham foydali qiladi. Tortish tizimi nafaqat og'ir sharoitda, balki oddiy yo'llarda ham barqarorlikni oshiradi. Ayniqsa yuk bilan harakatlanayotganda bu juda muhim. Ushbu avtomobil ko'pincha qishloq xo'jaligida, bog'dorchilikda, qurilish ishlarida va kichik biznesda ishlatiladi. Chunki u ishonchli, xizmat ko'rsatish oson va ehtiyot qismlari nisbatan arzon. Uning dizayni zamonaviy bo'lishi bilan birga klassik ishchi avtomobil ruhini saqlab qolgan. Olive Green rang esa nafaqat chiroyli ko'rinadi, balki xotirjamlik va ishonch hissini beradi. Shu sababli bu avtomobil egasi uchun shunchaki transport emas, balki har kuni suyanch bo'ladigan ishonchli hamkordir. Bu avtomobil haqiqiy mehnat uchun yaratilgan kuchli va ishonchli transport vositasi bo'lib, uning tashqi ko'rinishi bir qarashdayoq mustahkamlikni his qildiradi. Olive Green, ya'ni harbiy yashil rang avtomobilga jiddiy va professional qiyofa beradi. Ayniqsa qishloq hududlari, tog'li yo'llar va og'ir sharoitlarda bu rang juda mos tushadi. Tort tizimi tufayli u notekis yo'llarda, loy va qumda, yomg'ir yoki qorli ob-havoda ham ishonch bilan harakatlana oladi. Kichik o'lchamiga qaramay, bu avtomobil katta ishlarni bajarishga qodir bo'lib, og'ir vazifalarda ham o'zini yo'qotmaydi. Shu sababli u ko'plab sohalarda, ayniqsa qishloq xo'jaligi va qurilish ishlarida keng qo'llaniladi. Yuk platformasi mustahkam metall konstruksiyadan tayyorlangan bo'lib, og'ir yuklarni tashishda yuqori darajadagi ishonchlilikni ta'minlaydi. Kabinasi esa oddiy, ammo juda qulay bo'lib, haydovchi uchun barcha boshqaruv elementlari aniq va oson yetib boriladigan joyda joylashgan. Uzoq vaqt haydashda ham charchoq kam seziladi. Bu esa kundalik ish jarayonida katta qulaylik yaratadi. Ushbu avtomobil hashamat yoki ko'zni qamashtirish uchun emas, balki real ehtiyojlar uchun ishlab chiqilgan. Shuning uchun uning har bir detali amaliy maqsadga xizmat qiladi. Olive Green rang esa chang va kirni kamroq ko'rsatib, avtomobilni doimo tartibli ko'rinishda saqlashga yordam beradi. Yoqilgi sarfining tejamkorligi bu avtomobilni iqtisodiy jihatdan ham foydali qiladi. Uzoq masofalarni kam xarajat bilan bosib o'tish imkonini beradi. Tortish tizimi yuk bilan harakatlanayotganda barqarorlikni oshirib, haydovchiga yanada katta ishonch bag'ishlaydi. Shu sababli bu avtomobil fermerlar, tadbirkorlar va og'ir sharoitda ishlaydigan insonlar uchun ishonchli yordamchiga aylanadi. Uning dizayni zamonaviy bo'lsa-da, klassik ishchi avtomobil ruhini saqlab qolgan. Natijada bu avtomobil shunchaki transport vositasi emas, balki egasining kundalik mehnatida doimo yonida bo'ladigan mustahkam va ishonchli hamkordir.